Assalomu alaykum. Mening ismim Abdullayev Husanboy va men Vizum lug'atining asoschilaridan biri hisoblanaman. Bugun biz sizlarga Vizum lug'atimizning yangi versiyasi va undagi yangi funksiyalar bilan tanishtirmoqchi edik. Bilasiz, biz lug'atimizni doim shunchaki so'zlarni tarjima qiladigan ilova emas, balkim yangi so'zlar kashf etadigan, ularni hamma jihatlarini yaxshilab o'rgatadigan, umuman olganda ularni yod olib, bemalol ishlatishlariga xizmat qiladigan ilova sifatida ko'rganmiz. Bu safar ham yangi versiyamizda mana shu yo'lda katta qadam tashlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz shu yo'lda xizmat qiladigan butun bir boshli bo'limni yaratdik. Sizlarga buni tanishtirishdan oldin kelinglar bir dolzarb savolga javob topib olsak. Chunki buni bilmasdan oldin sizlar biz qilgan yangiliklarning mohiyatini tushunishlar biroz qiyin bo'lishi mumkin. Savol shundan iboratki, umuman olganda o'quvchi ingliz tilini juda yaxshi bilish uchun nechta so'z bilish kerak? Tasavvur qilaylik, IELTSdan 8+ yoki 0dan C2 darajada bilish uchun o'quvchi qancha so'z boliga ega bo'lish kerak bo'ladi? Pedagoglarning fikricha, o'quvchi buning uchun 15 mingta so'z va 3000 ta iborani bilish kerak bo'lar ekan. Va biz mana shu yillar davomida 18 mingta so'z va iboralarni ro'yxatini tuzib chiqdik va ularni lug'atga joylab, imkon qadar ularni o'rganish jarayonini maroqli va samarali qilishga harakat qildik. Kelinglar endi bu yangi funksiya bilan yaqindan tanishib chiqsak. Ko'rib turganingizdek, quyida yangi kubik ikonkasi paydo bo'lgan. Shuning ustiga bosh orqali siz yangi so'zlarni kashf etish olamiga qadam boshlashingiz mumkin. Darvoqe, agarda siz onlayn hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, unda ro'yxatdan o'tishingiz to'g'ri keladi. Buning uchun telefon raqamingizni kirgizasiz va undan kelgan SMSni kirgizib, ro'yxatdan o'ta olasiz. Rahmat. Xo'sh. Va agar onlayn ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, unda to'g'ridan-to'g'ri shu oyna ochiladi. Bu bo'lim bilan yaqindan tanishib chiqadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, har bir bo'limda 20 tadan so'z bo'ladi va ular hech qanaqangi alfabet bo'yicha emas, balkim ingliz tilida eng ko'p ishlatilish nuqtai nazaridan ro'yxatga tuzib chiqilgan. Har bir so'zga kirib, ularning tarjimasi va ma'nolarini o'rganib chiqsangiz bo'ladi. E'tibor bering, ularni shunchaki ma'nolarini emas, balkim grammatik xususiyatlarini ham o'rganishingiz tavsiya qilinadi. Chunki tashqarida undan tushadigan testlarda nafaqat ma'nolari, balkim o'sha jihatlarda ham testlar tuzib chiqilgan. Ularni o'rganib bo'lganingizdan so'ng test qilsangiz bo'ladi va 3 daqiqa ichida bu testlarni ishlab chiqishingiz talab qilinadi. Aytgancha, agarda siz bu so'zlarning xabarim bor, men o'zimning so'z bolimga mos ravishdagi bosqich yoki levelga borib olay deydigan bo'lsangiz, unda to'g'ridan-to'g'ri exercise, ya'ni mashqlarni boshlab, sakrab o'zingizning so'z bolingiz mos bo'lgan darajaga yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkala holatda ham exercise'larda siz 3 daqiqaning ichida 20 ta savoldan kamida 15 ta topishingiz to'g'ri keladi. Ana shunda sizga 1 yulduz taqdim qilinadi. Lekin bu kam deb hisoblaymiz. Qancha ko'p topsangiz, shuncha ko'p yulduz beriladi. Yulduzlar ham muhim. Nimaga desangiz, bu 20 taliklardan emas, yuzliklardan yuzliklarga o'tayotgan paytingizda sizdan muayyan yulduzlar soni talab qilinadi. Shuning uchun tavsiyamiz har bir bosqichda imkon qadar ko'proq yulduzlar bilan o'tishni. Lekin agar mashqlarda normani, ya'ni 15 tadan past kechadigan bo'lsa yoki bo'lmasam belgilangan 3 daqiqadan oshib ketadigan bo'lsa, unda nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bitta jon yoki yurakdan ayrilasiz. E'tibor berib turing. Mana yuqorida hozircha 3 ta yurak bor. Tasavvur qilaylik, men mashqni boshladim. Yo noto'g'ri yechdim yoki bo'lmasa 3 daqiqa ichida tugata olmadim yoki bo'lmasam bitirmasdan oldin tark etdim. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida bitta yuragim ketgan va uning to'lish vaqti esa 1 soatni ko'rsatmoqda. Keling sizlarni 1 soatdan keyin o'tkazib yuboramiz. Undan keyin esa u yurakni qanday tiklashni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek 5 soniyagacha vaqt qoldi. Taxminan mana shu 1 soatni belgilab, keyin esa siz 1 soatdan keyin kirib, yangi to'lgan jonni qabul qilib olishingiz mumkin. Faqat noto'g'ri tushunmang, ya'ni
agar 3 ta joningiz yo'qoladigan bo'lsa, bu 3 soatdan keyin kirib, hamma jonlarni qabul qilish mumkin deb yo'q. Har birini qabul qilganimizdan oldin keyingisi boshlanmaydi. Buni biz nimaga shunday qilganmiz? Toki bolalar, ingliz o'rganuvchilari ana shu jonlarini behuda sarflamasdan, birinchi o'rinda so'zlarni yaxshi o'rganib bo'lib turib, keyin jang yoki bellashuvlarga kirishni xohlab, ana shuni yo'l tutganmiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz hozircha shulardan iborat edi, lekin bu hali hammasi emas. Keyingi videolarimizda do'stlar bilan yoki tasodifiy raqiblar bilan qanday qilib bahs olib borish, bellashuv olib borish yoki bo'lmasam pro versiyalar, ustunliklar haqida ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Ular uchun bizni kuzatishda davom eting. Izohlarda bu yangi bo'limimiz haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha